Karamam diye aklıma geldi. Ama bunun sonra okuyan kazanmıyor. Bir kapı. Biznesga birinchi qadamda 17 million so'm olmoqchisiz, shundaymi? 17 million so'm olmoqchisiz. Yo'nalishni nimadan maqsadda olmoqchi bo'lyapsiz? Bunda onu bilmasam men bunda hech qanaqa qilmaydi. Misol uchun nima Chorva qilasiz? qilaman dedi. Chorvachilik, uyda mol boqishga, o'z boqishga sharoit mavjudmi? Bizlarning bir agentimiz bor, hujjatlaringiz bo'lsa, o'rganib chiqib, sizga javob beradi. Kim? İyilik bilen olanları ülke şu bağdaki kolum olmaktı. Nima qayerda to'xtab qoldingiz? Nima uchun bo'lmadi? Toplanan sayva teklifiniz var bende. Size çıkmaydı. Nima uchun chiqmaydi? Bilmezsem çünkü bizde çorba diye nasıl yok. Mesela işi çıkardık süresi. Dünya şakı olmadı.